Voy, nimaga yugurasan? Yugurma. Ularga bog'cha bo'lganida berib ishlarimni qilgan bo'lardim-da. Hali bunisi ham bog'cha ko'rmasdan katta bo'lib maktabga chiqadi-ya. Xuddi shunday mahallada bog'cha yo'qligidan norozi bo'lgan fuqarolar millarga murojaat qildi. Muammoni o'rganish uchun Jizzax viloyati Arnasoy tumani Chinobod mahalla fuqarolar yig'iniga yetib keldik. Umumiy bog'cha kerak, davlat bog'chasi. Hozir uy bog'chalar bor, uy bog'chalar ham endi har xil vaziyatda ishlaydi. Mesestralari yo'q. Shu davlat bog'chasida mesestrasi bo'ladi, tarbiyachisi. Ovqatlari normal holda beriladi. Bolalar maktabga tayyorlab nolvoydan tayyorlab borishga nol bo'libdi. Hozir bog'chaga tepa nevalarni olib kelishga. Bog'cham uzoq ham ana uy bog'chasi, hamshirasi yo'q, misol haligi kasal bo'lib qolsa, istimasini o'lcha desam, termometr yo'q deydi. Arnasoy tumani Chinobod mahallasi fuqarolar tomonidan davlat bog'chasi qurish bo'yicha murojaat qilishgan. Mahallada 4 ta oilaviy bog'cha bor. Bugungi kunda 2026-yil davlat dasturiga taklif berganmiz. 100 o'rinli bog'cha qurish bo'yicha agar taklif ma'qullansa, 2026-yilda davlat bog'chasi quriladi. Ushbu masala ijobiy yechim topilmaguncha biz bu manzilga yana va yana qaytaveramiz. Oysha Isoqova, Feruza Murodova, Jizzaxdan tayyorlandi.